Tövəndə diqqətinizə Egilik tiklash melodiyasi nomli kitobimning ma'rifga aloqador qismidan ma'rifatga intilishmi, moda qo'lishmi va yoki majburlanishmi nomli yozmamni taqdim qilaman. Ma'rifatga intilishmi, moda qo'lishmi va yoki majburlanishmi? Ilova. Meningdan bir qarar burun Bugurdan kelib, Egilik boshqarish fakultetida o'qigan yosh yozuvchi Asqar Davudning o'ylanaymi, o'y olaymi, o'lib olaymi deb maqol yozganini bir necha yilning oldida Amerikada turib anglagan edim. Uyg'ur jamiyatini ko'zitib turadigan har qanday bir kishi maqolni o'qimay turibla Asqar Davudning nima demoqchi bo'lganini anqira oladi. U yoshlar duch kelayotgan bir muhim masala ustida to'xtalgan. Men o'zim chet elda yashayotganligim uchun vatanda yoshlarimiz duch kelayotgan masalalarni bevosita ko'z tutish fursatim yo'q. Lekin chet el hayotini boshdan kechirib, bu yerda o'qish va yashash haqida ma'lum tajriba va ko'z qarashga ega bo'lganim uchun chet elga o'qishga chiqishga va yoki yashashga havas qilguvchilarga yordami bo'lsin uchun ancha-muncha bir narsalarni yozib qo'yaman. Masalan, men buningdan 12 yil ilgari chet elga chiqib o'qish haqida tushunchasi kamchil yoshlarimiz uchun bir ochiq xat e'lon qilgan edim. U xat vatandagi Miros jurnalida azroq tahrirlanib, mana bu Amerika nomida e'lon qilingan edi. U asar e'lon qilingandan keyin nurg'un tor batlariga qo'yilibdi. Inkaslarmi yaxshi bo'pti. Men buningdan xalqimizning uchurga ahamiyat berdigini, idrak bilan yashashga intildigini es qilib yetdim. Shundan buyon bir zamonlar o'tdi. Mening muhojirlik hayotimmi uzunlashdi. Ko'rgan bilganlarimmi mollashdi. Ba'zi ishlarga bo'lgan tushunchimmi cho'nqurlashdi. Bu yillarda xalqimizning beshiga har xil qismatlar keldi. Albatta, bo'lgan va bo'layotgan ishlar kishilarimizning ruhiga, tafakkuriga, jumladan o'zlari va farzandlarining kelajagi haqidagi o'y-xiyollari va tanlashlariga ta'sir ko'rsatdi. Men jiq va murakkab narsani o'ylashga kallam yetmaydigan tafakkurim cho'lta, heli-mikrdan yiroq Xudoyimning yuvosh bir bandisiman. Ammo shu yuvoshlikda garchi oddiy bo'lsa-mu, musha sodda o'ylarimni xalqimizning ahvoliga bog'lab va ular bilan o'rtoqlashib tursam deydigan bir istak bor. Amerikada yashagan 16 yil jarayonida men Amerikada o'qish, kasb tanlash, xizmatga o'rinlashish, ma'rifning tannarxi va uningdan keladigan unum haqida selishtirma elib berib, xeyli ko'p fikr yurgizdim. Bugun bu yerda mushu masala haqida to'xtalishning zarurligini his qildim. Saminlarga soldig'inim o'ylaganlarimning dabdablik quruq so'z teksti va yoki nazariyalashgan ilmiy maqola tipidagi narsa bo'lib qolmasligi uchun fikrimni chuvalchaqroq bo'lsa-mu erkin qanot yaydirdim. Biz mushu 1-2 yildan buyon chet elga o'qishga chiqish degandek sabablar bilan yurtdan ayrilayotgan yosh o'smirlarning ko'payib qolganini ko'ryapmiz ham anglayapmiz. Buni hodisa demdik yoki yuzlanish demdik. Agar oldinqisi bo'lsa, tashqi kuch aralashmagan sharoit ostida uning keyniga chekinish tabiiy. Agar keyingisi bo'lsa, uning davomlashishi va hatto kuchayishi turg'alda gap. Mayli qaysisi bo'lsin, bularning yuz berishining sabablari nima? U yaxshi ishmi? Zodi qandaq natijalandi? Men Asqar Davud padisida mavzu qo'yilgan ushbu yozmamda bu haqda tez bo'lsa-mu muloyiz yurgishni to'g'ri topdim. Chunki yo'lni farq etib menish qarg'ulachi agashgandan ko'p yaxshi. Men yoshlarimizning dag'dam yo'lda menishini arzu qilamanki, ularning o'rak tushib qolganini va yoki patqaqib etib qolganligini anglashni, ko'rishni, shu sababli ota-onalarning azob chekib hasrat qilishini, yuraklarimizning og'rishini qat'iy xolamayman. Mayli biz uni bir xil hodisa deyli va yoki yuzlanish deyli, ko'zitishimcha, buning sabablari to'g'risida mundaq 3 xil asosli qarash mavjud. Birinchi, ma'rifatga intilish orzusining kuchligidan
ata-onalar chet el ma'rifini sifatli ko'rib, bolalarini chiqarmoqda. Ikkinchi, chet elga yoki o'zi yoki bolasini chiqarish vatanda kishilar va ata-onalar qo'llashadigan moda bo'lib qoldi. Uchinchi, bu yerda jahon tarayib ketdi. Oliy maktabga o'tish bir gap, o'qish bitirgandan keyin xizmat tepish texmi ta'sir deydigan qarash va yoki yuz bergan tragediyalardan cho'chish, bolalarning keyingi istiqbolini o'z vatanida qorong'u deb his qilish hamda ularning bexatarligiga va istiqboliga shakllik va shaklsiz tahdid bor deb qarash bo'lib, men buni majburlanish deb atadim. Oldi bilan shuni ta'kidlaymanki, men chet elga o'qishga chiqish va makonlashib qilishga qarshi emasman. Ya'ni men o'zimni o'zim inkor qilmayman. Mundaq aytganda, yiliqi bir qo'lida nayza ko'tarib, bu nayza dunyodagi har qanday qalqonni teshib o'talaydi deb jorsilib, keynidilla yana bir qo'lidagi qalqonni ko'rsatib, bu qalqon dunyodagi har qanday o'tkir nayzani to'sa oladi deb qarqiraydiganlar tipidan emasman. Bir boy kishi o'z boyligining qimmatini saqlash va oshirish uchun uni har xil mablag' turlariga tarqoqlashtirish orqali xavf-xatar ichida aylangan iqtisodning kutilmagan zarbasini yengillatishni maqsad qilganidek, bir oiladan, bir jamoatdan biror ikki odam va yoki texnik kengroq doiradan aytganda, bir millatning yoshlarining bir qismi chet ellarga o'qishga chiqsa, yerlashsa, balkim u bir yomon ish emas. Majburlanish tuyg'usida chet elga chiqmoqchi bo'lganlar uchun balki kambag'al bo'lsang ko'chib boq degan so'zning o'rniga siqilgan bo'lsang, umidsizlangan bo'lsang ko'chib boq deyish muvofiq bo'lsa kerak. Agar o'zingiz yoki farzandlaringiz mushu maqolada aytilgan 3-xildagi ro'yi holatning ta'siridan chet elga o'qishga chiqishni yoki ko'chishni o'ylashgan bo'lsanglar, men buni majburlanish psixikasining ta'siridan deb tushunaman. Qarashimcha, bu xil ro'yi kayfiyatda vatandan ayrilgan kishi balkim buni fursat deb bilib, yaxshi o'qib va tirishib, kunini yaxshi elib ketalaydi. Agar mush sabablar bilan yurtdan ayrilgan bo'lsangiz, sizni qo'llayman. Ammo shuning bilan birlikda chet elda o'ylamagan jafo mushaqqatlarning kutib turadiganligini samingizga solaman. Agar turmush va o'qishning o'ttisidan chiqish majburiyati bilan jafoliq yerlarda ishlab qolsangiz, men sizni texmi tushunaman, qo'llayman. Chunki siz va men allaqandaq bir hukumatning yordam puli bilan o'qishga kelmagan. O'zimizning qon tari bilan topgan puli, g'oyasi va ishonchi bilan kelgan. Haqning sadiqasida yashashni tamo qilmagan, balki odamdek g'urur bilan yashash fursatini izlab kelgan. Mubodo siz ashu sabablar bilan kelib, jafo tortib qolgan bo'lsangiz, chidang, tirishing. Oxir ishingiz xayrli bo'lsin. Men o'zini har qilg'ichi kuchini har qilg'uvchilarga hurmat bildiruvchi. Shunday ekan, men sizga madiha o'qiyman. Chunki bu turmushni men ko'rgan. Men uni xorlanish deb tushunmayman, balki kishilik qadr-qimmatni tepishning jarayoni deb tushunaman. Men mushu so'zim bilan yuqoridagi 3-qarashga bo'lgan ko'z qarashimni tamomlayman. Mening toza to'g'ri topmaydiganim va qarshi turish pozitsiyasida bo'ladiganim 2-xildagi qarash, ya'ni chet elga chiqishni qarg'ulachi moda qilib qo'llash masalasi. Bo'libmi, sharoitingiz yaxshi bo'lmagan ahvol ostida ashunda qaror chiqargan bo'lsangiz, meningcha u aqlani tanlash emas. Sabab otdi. Chet elda yashamoq uncha oson emas. Bo'libmi, turmush tajribasi yo'q, beshidan so'q o'tib boqmagan kishilar uchun chet elda, bo'libmi Amerikada o'qimoq uncha o'ng'ay emas. Buning da asosligi o'qish puli va boshqa chiqimlarning yuqoriligini ko'zda tutib aytib Amerikada odatdagi bir oliy maktabning bakalavrlik unvonini olish uchun oz deganda 4 yil vaqt ketadi. O'qish puli uchun kam deganda yiliga 20 ming bilan 50 ming dollarning orasida pul ketadi. Turmush xarajatlari-chi dexe. Mana shu o'qish pulining qimmatligidan bakalavrlik unvonini olishdan voz kechib xizmat izlaydigan amerikaliklar nurg'un. Men shanba kunlari shtatimiz tarmog'idagi bir institutda dars o'taman. Ya'ni bekor turg'ichi bekor mushya deydigan at so'zlari bo'yicha. Har mavsumda sinfga kiradigan o'quvchilarning ichida 20ga yaqini yeshi 30ga yaqinlashganlar. Ular ayni chaqda iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan oliy maktabga bora olmay, udilla soatlik ish haqi ishlaydigan xizmatga tushib, iqtisodiy jihatda ozroq mustaqil bo'lib olgandan keyin bakalavrlik unvonini olish uchun maktabga o'qishga kirganlar. Buning sabablari birinchidan shtatlik institutlar shtat moliyasining ma'lum yordamiga erishadigan bo'lib, aholilarga oliy ma'rif tarbiyasini qabul qilish fursatini yaratib berish uchun
o'qish pulini arzon qilgan. Ikkinchidan, bu o'quvchilarning ko'pinchisi xizmat fursati ko'proq bo'lgan sestralik va buxgalterlik kasbida o'qiydi. Uchinchidan, ba'zi o'quvchilar ishlab turib o'qiydi. Ularning idoralari ularning o'qish puli uchun yilga 2000 bilan 5000 dollar atrofida pul to'lab beradi. Mana shundaq bir necha foydali sabablar tufaylidan ba'zilar yesh cho'ng bo'lsa-mu, oliy maktabda o'qishni xohlaydi. Chunki Amerikaning emgak ixtisosshunoslari tadqiqotlar orqali Amerika jamiyatida kishilarning maktabda olgan unvoni bilan ularning ish haqqi o'rtasida muayyan musbat bog'lanishning borlig'ini, ya'ni unvon yuqori bo'lgan sari ish haqqi yuqori bo'lish yuzlanishi mavjud ekanligini bayqagan. Kishilar mahsulot sotib olganda qaysi davlatning yoki qaysi zavodning deb so'rashtiqligidek, idora shirkatlarmi xizmat qabul qilganda kandidatlarning xususiy alayligiga qaragandan sirt, ya'ni ularning bitirgan maktabiga qaraydi. Shunga qancha Marks yaxshi maktabda o'qisa, shuncha yaxshi. Lekin Marks yaxshining bahasi qimmat bo'ladi. Undaqda nomi bor oliy maktablarda o'qish Uyg'ur yoshlarga nisbatan mumkin bo'lmaydigan ishmi? Yoshlarimizdagi aqliy sifat jihatdan aytganda bu tamoman mumkin. Ammo o'qish pulini o'zi to'lashga majbur bo'lsa, haqiqatan qiyin. Mening asosli qildigan xizmatim sayya sistemasida mablag' boshqarish va xomchot tillash. Shu sababdan xeyli esil oliy maktablarni bitirganlarning dastlabki xizmatga chiqqandan oladigan yillik maoshini obdan bilaman. Odatda ularning maoshi yiliga 32 ming bilan 35 ming oralig'ida boshlandi. 4 xil bojni tutib qolgandan keyin, ya'ni o'ttir hisob bilan 20% atrofida. Qo'liga tegadigan bilan jinini aran boqadi. Albatta, ular bu yerda uzun yil turmay, 2-3 yil ishlagandan keyin doktorlik kasbiga yoki psixologiya va yoki sestralikning doktorlik programmasiga ketib qoladi. Ammo bizning yoshlarimizga nisbatan mangadigan yo'l uzunroq, beshik to'g'ri kelgan o'tkal ko'proq. Shunga chet elga bolalarni o'qish chiqarishni o'ylaydigan ota-onalar bu xil tanlash orqali yetmoqchi bo'lgan maqsad va to'laydigan badalni yaxshi o'ylashi kerak. Men har yerlarda yashayotgan qarindoshlarimizning baxtli yashashini, zulmga va talafotga uchramay, sonimizni ko'paytib, supimizni oshirib, hayotning bu qisqa o'tanglardan xo'shal o'tishini yuragimning cho'nqur qetidan tilayman. Shundaq bo'lganlikdan, chet elga kelayotgan yoshlarimizning to'g'ri yo'lda mengib, tirishib, halol amgigi bilan yashab, bilim va texnika egallab, yoki biror ishning beshini tutib, yaramli avlodlardan bo'lishini bakma arzu qilaman. Men nimishqa bundaq deyman? Chunki men ko'ryapman, anglayapman, o'ylayapman. Nimani deb so'rashingiz mumkin. Yosh ini-sing'illarimizning ba'zilarining kuchli iroda bilan tirishib o'qiyotganini ko'rganimda bundan xushman albatta. Ammo ba'zilarining o'qishning tayini yo'q, chet elda behuda tortayotgan jafosini, ba'zi ota-onalardagi moda qo'llash psixikasining ziyniga uchrab, qiyinchilik tortayotgan, og'zidan ana tuprab turgan, ota-ona mehriga to'liq qinib bo'lmagan, milliy axloq va tarbiyani yetarli egallab bo'lmayla, vatandan ayrilib, musofirlik hayotini burunla boshlab ketgan bolalarni ko'nglimda ichinaman. Balangizni o'qishga chiqarishdan burun oldi bilan uning yeshi va xarakter jihatdan pishib yetilishini, chet elda o'qimoqchi bo'lgan maktabi va kasbini o'ylashing. Agar balangiz to'liq o'tirni bitirmagan bo'lsa, demak yeshi 18 dan kichik degan gap. Bundaq ahvolda ularga ishonchli bir odam yoki mushundaq ishlarni yurishtiradigan bir shirkat mas'ul bo'lishi kerak. Chunki 18 yoshdan tuvan o'quvchilar mustaqil hukm qilish qobiliyatiga ega emas deb qaralgan bo'lg'achqa, biroq uning bu yerdagi bexatarligi, salomatligi va alohida ahvollardagi aloqasiga mas'ul bo'lishi kerak. Demak, biri cho'qim balangizning bu yerdagi ahvoliga ega bo'lib, maktabga qo'l qo'yib berishi va balangizning turmush ham o'qish ahvolini qarorli holda egallab turishi kerak. Agar balangizning ishi kichik bo'lsa-mu, zirak ish qiladigan bo'lsa, kapolatchi bo'lib qo'l qo'ygan odam va o'rin xapchilik qilib kelmaydi. Agar undaq bo'lmasa, sizni dakkudukiga siz va balangiz yordam qilmoqchi bo'lgan odamni avorchilikka qo'yadi. Chunki vatanda bir ishni havola qilsa, ha ma'qul deb qo'yib bijirmay, yuzini qizarmay hech bo'lmagandek yuravergan bilan Amerikada bir ishga va'da qilib biror hujjatga qo'l qo'ysalar, uning mas'uliyati shu kishiga tushadi. Shun odamlar birovga yordam qilaman deb aldirab maydisi ko'rmaydi. 18 yoshdan kichik bolalar mustaqil hukm qilish iqtidoriga ega emas deb qaralganlikdan, ularni amerikaliklarning oilalariga o'rlashtiradigan ish bor. Bu bolalar osh tamoqda, yurish turishda o'zlari turayotgan oilaning tushunishi va sexiyligiga muhtoj. Bundaq oilalarning ichida ba'zilari dindor bo'lib, o'zining dinini yangi kelganlarga singdirishga aran turadi. Mening bir haqam sayamning balasi turayotgan uyning egisi mendan bu o'smirni yakshanba kuni chirkavlarga elib bosib bo'ldigan bo'lmaydiganligini so'rab edi. Men chiroyliqcha ammo ochiqlaytdim.
Biz etiqadimiz bar odamlar, musulmon biz. Bola bu yerga ilm fan o'rgangili keldi, din o'rgangili kelmadi. Uning ustiga bola 18 yoshdan kichik, bu xiyoling to'g'ri emas. Kim bu bola yesh kichik bo'lsa-mu, iymonliq, zerak bola bo'lganlikdan har ishda chaqqan, chabdas va e'tiqodiga sodiq bo'lib, uy egasiga hurmat bildirib, o'zini so'rab yashaganlikdan uy egasini qoyil qilibdi. Endi hozir yeshi 70 dan oshgan bu kishilar Haqam Soyamning bolasidan biz va dinimiz haqida savollarni so'rab qiziqib yurgandek. Bola degan, mana mundaq bo'lsa, hamma rohat bo'ldi. Xo'sh endi. Balangiz o'rta maktabni bitirgandan keyin oliy maktabda o'qishmi bir gap. Amerikaning iqtisodiy nachar chaqlarda maktablar ta'sis qilgan o'qish mukofot soni oz, mukofot summasi tuvan bo'lib, nurg'un odamlar banklardan qarz olishga majbur bo'ladi. Çünkü Amerikada ata-onalar balalarning o'qish xarajining g'amini qilib, xuddi bizning ata-onalar balalarining to'yi uchun pul yiqqandek, ularga eshinsa, balalarining kelajagi uchun pul qo'yib mangadi. Lekin vatanda turib bala o'qitayotgan odamga oson emas. 1-2 yil bilingan bilan 3-yilga borganda xuddi atiyazda ochliq o'ksib qolgan Halovuddin akaning holiga tushib qoladi. Shunga o'qish pulini ko'tarolmagan va danglariq oliy maktabdan o'qish puli mukofot ola olmagan sharoit ostida to'liq kursni odatdagi o'qish puli bilan arzon maktablarda o'qib, magistrlikni asl maktablarda o'qishning o'zi yana bir a'lo tadbirdir. Mening atrofimdagi yoshlar maktabning no'chisini, kasbning yaxshisini so'rab maslahat olganda, men toza otish padisi shundoq deyman ularga. Manqayla, Harvard hozir o'tanmasan keyin o'tsa, menmi otishdan eshakning quyruqiga esib urumchiga chiqib, bir Xitoy ma'lum sen qaysi fakultetdan deb so'rasa, men otish fakultetidan deb yurib, Amerikaga kelib, Harvardga chirib ketdim emasmi? Sen manqaydigan yosh kelding, tirishsang senmi cho'qim chirib ketsa? O'qsang, meditsina o'qi, xizmatini izlab keladi. Sen xizmat izlab avara bo'lmaysa, men bilan ishlaydigan yerda nurg'un hindistonliklar bor. I am a Gupta, I am 35. Men Gupta, men 35 yosh deb 5ni g'ilding turib gap qiladigan, 5ni tutib olsang badin to'lg'im ketadigan, mavi amerikalik seslara doktor Gupta deb shularning keyinida yugurishib yuriydi. Shular ashnaq kishilarning keyinidan. Gap unvonning cho'ng kichikligida emas, o'qigan kasbingning bozorining bo'lishida. Men hatta her danlıq maktabni bitirgan doktorlarning yilga $75,000 xizmatini saqlab qala olmay, ishdan bo'shab ketganini ko'rdim. Shuni kasb o'qi, kasb. Mubada balangiz to'liq o'tirni bitirgandan keyin oliy maktabda o'qish uchun kelgan bo'lsa, ammo yaxshi kasbni tanlab o'qiy olmasa, dehqon etisqi 100 kilo urug' chechib, 60 kilo hosilabdi degandek ish bo'pmi qoladi. Mening oila ma'rif saqan mablag' bilan erishmoqchi bo'lgan o'nimni o'ylash kerak deganim mushu reallikni ko'z tutib aytilgan. Shu narsa aniqki, odimiylik tuyg'usi kuchli hech qanday ota-ona o'z farzandining jafodi qilishini xohlamaydi. Chunki 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib, 1000 jafodi tug'ib cho'ng qilgan farzandining mehriga qanmay o'tish normal ota-onda bo'lgan sifatlardir. Amdila go'dakligidan xo'shlashgan bolasini chatalga har xil orzu-umid bilan yo'lga silish hech bir ota-ona uchun o'ng'ay emas. Shundan keyin ular bolasini bir mazgil ko'ra olmaydi. Bag'riga besib peshonisini so'ya olmaydi. Ana o'zi o'qishib etgan isil tamoqlarni balsiga qisinib, uyda ko'ziga yosh ilib o'ltirib ketadi. Ata, balamni ko'raman deb ishdan uyga aldirab qaytmaydi. Kechildiri balam Bostonda nima ish qilayotgandi, Sidneyda qanday turayotgandi deb o'ylaydi. Balam to'nglab kelayotgandimi deb Montrealdan havo rayini kunda tekshirib turadi. Bularning hammasi balasini yiroqqa o'qishga salgan bir jup mehribon ota-onaning beshini o'tkazgan ruhiy holatlaridir. Agar siz shu tipdagi bolajonligingiz kuchli ota-ona bo'lsangiz, ammo moda qo'g'lishib qolgan bo'lsangiz, bu mazmunlar men uchun yozilibdi deb o'ylang. Balani tug'ib qo'yib, o'zi so'rin qo'g'lishib, kun o'tkazib, farzandlari mehr muhabbatning nimaligini, to'g'ri xatoning qandoq bo'lganini bilmay cho'ng'ilib, azroq g'alva qilib qolsa, ularni chatalga chiqarib o'tish orqali o'zining ota-onalik mas'uliyatini qechayotganlarga la'natlar bo'lsin. Bundaqlarga so'zimni uqratmayman. Muborak sizning iqtisodiy ahvolingiz yaxshi bo'lmasa, farzandingizning ishi bak kichik bo'lsa, o'qishga toza mayli bo'lmasa, aldirab chatalga o'qishga avatmang. Bo'libmi, farzandingiz qiz bo'lsa, texnik ehtiyot qiling. Men bu gaplarni asossizlik qilib qo'ymayapman. Chatal jannat emas. Chatalliklarning hammasi siz o'ylagandek uncha esilmamas. Ammo bir narsa rost. Balangiz mubada obdan bir kasbni yaxshi o'qisa, Amerika, Kanada, Avstraliya qatorliq davlatlardan qiynalmayli xizmat etib ketalaydi. Bu albatta, ilaqi bir qism tamg'ini yoki tasdiqni pul tepishning vositasiga aylantirib, ojizni shulib kuchlikka yelinib, nafsoniyatchilik qilib yashaydigan odillik va odimiylik tuyg'usiga qavoxonlarda, ayshi ishratxonlarda o'lib bo'lgan amaldorlarning oldiga
sarg'ayib bargandan ko'p afzal. Demakchi bo'lganim, balangizning yoshi kichik bo'lsa-mu, ammo o'qish qiziqsa, moda qo'lib chiqarsangiz balki arziydi. Ammo yanada o'ylanib, moddiy sharoitingizni chiqish qilgan asos qaror chiqarganingiz yaxshi. Men yeterlik şartni hozirlamay turib, moda qo'g'ilishib chatalga chiqishga va chiqarishga qarshi. Bu qadar aniq xulosa qilishimning asosi shuki, noqul qiziqish va yoki o'tkinchi havaslar bilan yatallarga berib qolganlarning hammasining ishlari xayrli bo'lib ketmaydi. 2001-2002 yillar edi. Bostonda mundaq bir xabarni anglab, butun oila bo'yicha ko'nglimiz bir necha kun g'ash bo'ldi. Amerikaning New York shtatiga yaqin Connecticut shtatida amerikalik biri bilan to'y qilgan bir Uyg'ur qizi o'zini suvga tashlab o'lib olibdi. O qizning yo'ldoshi o'zi taniydigan bir qozoq yigit orqali Uyg'ur jamoatchiligi bilan aloqa qildi. Qiz mundaq qisqa vasiyatnoma qoldirgan ekan. Men yashashni xohlamadim. Men musulmon. Mening musulmoncha dafn qilinglar. Yo'ldoshim yaxshi odam, gunohsiz. Zodi qandaq bir ish bu qizning o'lilish niyatiga kelishiga sabab bo'ldi? Xorladimi? Chunki Amerikada g'alit ishlarni qilib qo'ydigan, psixik buzilgan saranglarmi az emas. Undaqlarga tutilib qolgan ayol qizlarning hikoyasi odamning ko'nglini yerim qiladi. Saqchilarning tekshirishicha undaq ahvol yo'q. Madaniyat jihati kelisholmaslik yoki oilaviy ziddiyat tufayli shundaq bo'lganmi? Buning ehtimolini aytib. Chunki asli Urumchida danglik bir doktorxonaning sestrasi bo'lgan qiz bu yoq bilan o'z ixtiyori bilan to'y qilgan. Amerikaga kelgandan keyin bu qiz Uyg'ur jamoatchiligining borligini bilmay, bak yolg'izchilik va hissiyot jihati qiyinchilik tortib, ro'y kasalga giribtor bo'lganmi yoki shuncha qurbonlarni berib, o'ylagan turmushga erisha olmagandan umidsizlanganmi, ish qilib bir Allohga, bir o'ziga ayon bo'lgan sabablar bilan o'zining yasham go'zal hayotini oxirlashtirishni qaror qilgan. Ig'ir kunlarda Uyg'urning qayoshi bo'lar edi, ammo qizning yanada na urug' tuqqani, na boshqa do'stlar bo'lmagan. Bu baxtsiz qizning taqdiriga men shu chaqda cheksiz o'kingan edim. O'ylasam, hozirgacha ichim ochiq bo'ladi. Bu xabarni olgandan keyin New York, Pennsylvania, New Jersey qatorliq shtatlardan 7-8 nafar xalq so'yar Uyg'ur qarindoshlar bir jamoat bo'lib Connecticutga yetib keldi va u qizning jasadini bir kichik masjidga elib kelib, namozini o'qib yerlikka qo'yishibdi. Shu chaqda sharoitim yor bermaganligi uchun bu qarindishimizning namoziga bora olmagan edim. Keyin anglasak, qizning ota-onasi burunli o'lib ketgan bo'lib, hadisi Amerikaga kelish uchun Beijingga vizaga borsa, viza bermaganligi tufayli bu qizning qabrisini yo'qlayolmabdi. Shunda qilib bir Uyg'urning, bir ojizaning qabrisi hech bir Uyg'urning oyoq besishi mumkin bo'lmaydigan yot bir yerda g'aribsinib qoldi. Bir necha yilning oldidagi bir hayit kuni San Fransiskoda turishliq og'inam Adil Ibrohim bilan telefonda hayitimizni o'zaro muboraklashdik. O shu kuni balllarni elib, oldingi yili o'zini o'ltirilib, jasdiga ega chiqmay, oxiri shu yerdagi Uyg'ur jamoatining yig'ilib namozini tushirishi orqali yerlik qo'yilgan 20 necha yoshlardagi bir Uyg'ur musofir yigitning tuproq beshiga chiqib, duo qilib kelganini aytganda ko'zimga yosh kelgan edi. Shu yigitning o'limi bo'lgan mezgilda Turdi Xo'janing yozgan bunu so'zi haqiqiy hozirgacha yodimda. Ey hayotning xo'lqini ko'rmay, tangsiz qismatning zulmini chekib, umidsizlik ichida u dunyoga ketib qolgan enim. Yalğız yülençiksiz qalğanlığını bizdek akıllarına burraq desang bolmasmıdı? Biz aztulu qeyrindaşlıq mehrimizni yetkizib emasmi? Hayır, hamda o dünyada bolsun xatirjam yatqın. Turdining so'zlaridan cheksiz echinish, hasrat va yig'i to'kilatdi. Men u yigitning taqdiriga qattiq echindim, qayg'urdim. Agar siz mush qur'larni o'qiyotgan chig'ingizda yuragingiz titramasa, qalbingiz tavrimasa, odamiylik tuyg'ularingizdan gumonlansangiz bo'ladi. Men shuningdan keyin atrofimizdagi ini-singillarning ahvoliga, ro'yi kayfiyatiga diqqat qilishning, ularning yolg'iz emasligini, bizda qarindoshlarning borligini esiga solib turishimizning zo'rligini his qildim. Chunki hech kim bilan hech kimning kori bo'lmasa, millat texmi zaiflashadi. Inoqlikda kuch bor, mehr shafqatda gullanish. Men o'zim bilan birga yashayotgan yoshlarimizning echinchlik fojialarga qilishni qat'iy xohlamayman. Ularning tirishib, yaramliq odamlardan bo'lishini umid qilaman. Albatta. Hamisha ishning yomon tarafini o'ylashma, umidsizlikdan boshqa narsa emas. O'qish kelayotgan mushu bolalardan Allohida muvaffaqiyat qozonganlarni chiqmaydi desa, men ishonmayman. Chunki men yoshlarimizda g'urur tuyg'ulari va aql boyligining mo'l ekanligiga, bu so'zlarimni atrofimdagi yaramliq, g'oyilik, vijdonliq yoshlarimizning cho'qim o'z amaliyotlari orqali isbotlaydiganligiga ishonaman. Xuddi 12 yil ilgari maqolamda yozganga o'xshash, hozirmi shuni ta'kidlayman. Chet-elga o'qish qilishga eng yaxshi usul vatandagi chaqdida yaxshi o'qib, o'qish mukofotini elib kelish. Uni bizning davrimizda qila olgan yoshlar bor edi, hozirmi qila olayotganlar bor. Albatta, bir ishning ikki tarafi bo'lganidek, chet-eldagi musofirlik turmush ba'zida odamni o'ngshaydi. Kishiga o'ylanish fursati beradi, tavallik ingni kuchaytirdi. 2 yilning oldida vatandagi tuqqanlarning biridan telefon keldi. Og'inamning balasi Bostonga uchdi. Bugun kech 9:00 tushdi ekan,
aldığı çıkıp kütüp algan bolsaң. O ata-anam bizni yo'qlab kelgan chaqlar edi. İşten kelib, uydagilarga mehmonni ilib kelguncha arduq ishi etib turishni topilab Aydurumga chiqdim. Men o balani tonimaydim, ammo Uyg'urlik yuragim toniydi-ku degan ishonch bilan Aydurumda soat 9 dan boshlab saqlab turib ketdim. Topshirib qolgan ushurim xato ekan. Men saqlayotgan bala kech soat 11 bo'lganda chiqib keldi. Kelganlar bir emas 3 o'quvchi ekan. Qarab tursam sallatdak 3 yosh yigit dam Uyg'urcha, dam Xitoycha so'zlab, birdan so'mkillarini ko'tarishib chiqib kelishyotdi. Ular meni tonimagandan keyin qarab tursam oldimdan o'tib ketishdi. Men ularga qarab, "Heliqi menga havola qilingan balaning ismini chaqirdim." 3 put chipit to'xtadi. Dastlab hayronlik, keyin chiroyladi kulka. Ularning chamdanlarini elib so'rishib, mashinam to'xtatilgan yerga bordik. Har birida 2 dan cho'ng chamadan va yana kichik so'mkalar. Men chamadanlarni mashinaning keyniga besish bilan avara bu yosh yigitlar meni kolumbiyalik taksi shofiri ko'rib qoldimikin, qo'l qo'shtirib qarab turishdi. "Yordam qilmamsiz kamoy" degan menda bolalarga qaradim. Ardın ishoratni tushunadigan biri darhol yordamga keldi. Qiynalib ketayotganimizni ko'rib, biri deb qoldi Xitoycha. "Zaman datiba, biz taksi to'sayli." "Taksi qimmat" dedim men. "To'shavchiyan, qancha pul?" $100 ketadi mening uyimga bag'cha. "eBayda olmayjin sonsani. $100 qanchalik pul ketadi" dedi u yigit. Hey, ko'yinganni o'qimaydi-da yosh balla. Keyin tushunib qoldi deb o'yladim. Hamda uning to'xtamay Xitoycha qaldilashlardan mening Xitoycha saviyamning yuqoriligini sezib qopti-da bu deb ichimda kuldim. Welcome to America. Bularning tunji qadami shundoq elindi. Men mashinaning keyniga patmagan chamdanlarga bu 3 cho'ng yigitni qo'shib, xuddi dehqon tag'arga saman tiqqanda keyni o'rindiqqa hammasini niqtab tiqib, mashinani ehtiyot bilan haydab uyga tinch aman akilib oldim. O'qishib etilgan cho'chor ichilib bo'ldi. Biologiyalik saati tek tanishib bulanmaganlikdan balalarda uyqu yo'q edi. Mening anam bag'ri yumshoq ayol. Meni 2 qitim kelib ko'rib ketgan bo'lsa-mu, hali ham har qitim telefonda ko'rishganda oxirini yig'lab oyoqlashtirdi. Ananing so'ygisiga nima tankasin? Qarsam, anam bularning orasidagi eng kichiki o'smir chiroy biri bilan paranglashib o'ltirib, yig'lab ketyotdi. Yana bir bola shuklab ketyotdi. Hali Xitoychani bayyan so'ngdak so'zlaydigan bola hang'iqroq turdi. Men uning dedim: "Sen Uyg'urchani o'rganjimi?" "Voy jinim balam, anan qandoq chidag'andi sanga? Sen menga qancha yig'lag'andi sanga?" Anam shundaq deguncha, hali eng kichik bola qarab ko'zi ish qilib edi. U enimizning yoshlari to'kilgul turdi. Men aralashdim. "Bo'ldi ana, bo'ldi. Mushundaq cho'ng bo'ladi. Men nima kunlarni ko'rmagan o'qiyman" deb. "Qo'pongni fikrlaring, qo'ponglar, uxlanglar." Balalarni atsi maktabiga yo'l silib qo'ydim. Ardın 1-2 ay vaqt o'tdi. Anam bir kun deb qoldi: "Balam, biz mo ketkil turyapmiz. Heliqi balalar bu yerda musafir. Sizlar bak aldirash ekansizlar. Shu balalarni chaqirsang, o'z qo'lim bilan lag'man pul oyitib bersam, yabagan bo'lsa." Bu musafirchilikda uyga Uyg'urim kelsa, qilg'ili qiliq topolmaydigan odamman. Bu gap menga toza xo'sh yoqdi. Shuning bilan balalarga xabar qildim. Shanba kuni 7-8 nafar o'quvchi balalar uyga kelishdi. Bir chaqda hali Xitoycha so'zlaydigan bala menga ayrim gapim bor degandek ishorat qilyotdi. Uning aks taloqchidim. Qaysar aka deydi u meni zo'ngzib o'tirib ishorat qilib. Men uning ha so'zlar dedim. Amerikaga kelib 2 oy bo'la bo'lmaydi, o dardman bo'lib ketibdi. "Wo shanzayma, Juhangiga dishashi. Yigiyo Jauhan arbetsishni." Men hozir yer ostidagi bir yotoqda $240 to'lab turyapman. Uning chiroyida norozilik aks etdi. Qandoq chiqib ketib qoldi og'zimdan Xitoycha so'rab saldim. "Chinmi? Rostmi?" Mening bu hayronligim hali taksi uchun bir necha $100 qanchalik degan balaning bir oylik yotoq uchun $240 qimmat ko'rishidi. Voy rost shundoq degan ma'noda tasdiqladi u. Uning og'zi ichilib, qoshlaridagi tangponliq buzilib ketdi. Men uning azroq tasalli berib, tang tushib Uyg'ur balalar bilan birga turishni, qora ish bo'lsin deb ishlashni, Amerikada barni yetib yesa 4 kunda proletariatga aylanib qolganligini chaqchaq aralash etib o'tdim va uni ana tilimizni o'rganishga rag'batlantirdim. Ardın bir necha ay vaqt o'tgandan keyin u yana keldi. Qarsam, uningda o'zgarish cho'ng. Yotoqni almashtiribdi. Butunlay Uyg'ur balalar bilan turib o'tibdi. Kayfiyat ko'tarangi, ana tilni xeyli yaxshi so'zlaydigan bo'lib qopti. "Assalomu alaykum Qaysar aka" deb salom berishlari so'yimlik. Bu yil Qurban hayiti hayit namozidan yenib idorada ishlab telefon sayradi. "Assalomu alaykum, hayitingiz muborak bo'lsin aka." Diqqat qilsam, bu yilqi yigit ekan. Sap ana tilda qilgan paringdan hamda uning ovozi menga Abdurahmon Asadning ovozidek anglandi. "Bugun bir necha yildan uyingizga yetlab borayli" degan. Yaxshi gap. Hafta oxiri kelsanglar qandoq? Hafta oxiri balalar kelishdi. Men heliqi inimizga o'zgarishga diqqat qildim. O burunga qaraganda xo'shaldek ko'rindi. Ömrida berib baqmagan juma namozlariga borganligini hayajon bilan aytdi. Kavob pishirgan ishni talishib qildi. Menmi xo'sh bo'lib qoldim. Demak,
Onun qalbida o'z xalqi, urf-odatlarga bo'lgan muhabbat uyg'ongan edi. Shundan keyin u 3-4 qatim keldi. Uyg'urcha gapi xeyli ravon. Qoidasini bilishdi, 100 nomer oladi. Har qatimda u uyga kelsa, go'yo men mehmon u sahibxon. Men choy quyay degicha u mehmonlarning qatorida menga to'xtamay choy quyib turdi. O'zini so'raydigan odam kimga söyümlük tuyulmusun? Men musafir bo'lmoqchi musulmon bo'lmabdi degan so'zni ashu yigitning 2 yilga yetmagan vaqt ichidagi o'zgarish amaliyotini yana bir rat es qildim. Balkim bu bola o'rimchida bo'lgan bo'lsa, ishki anso qo'shnisi Xanso bo'lib, u o'zining uyg'urligini to'liq his qilib bo'lolmay o'tib ketar bo'lgaydi. Uning bilan paranglishi orqali bilsam, o'zining o'qish arzusi kuchli bo'lganlikdan xizmatni tashlab chiqqan ekan. Men mana shundaq chet eldagi musofirchilik turmush amaliyoti jarayonida o'zining kimligini to'nib yetalaydigan idroqqa ega yoshlarning chiqishini qo'llayman albatta. Men yana Uyg'urlardan qechib yashaydigan eni singillarimizning borlig'ini angladim. Chet eldagi musofirchilik tuyg'ulari xila odamni qiynaydi. Xudoning o'ziga omonat. O'z millatidan qochgan odamlar menga uning qaytib kelolmay azob ichida o'tib ketadi. Agar sizning bolangiz ashundaq iddida bo'lib qolgan bo'lsa, uningga iddiy xizmat ishlang. Har kim o'zini bilib adab qaytmoq lozimdir. Keyin yana yat toifalarga aylanib ketmasin. Ismi Uyg'urcha bo'lsa hisob emas. Yana Uyg'urim deb so'qadigan yurak his tuyg'u bo'lmaydi. Undan sırt yana Amerikada cho'ng shaharlarda muvofiq bahada uy ijarga elishma tas. O'quvchi bolalar bu jihatdan qiyinchilik tortadi. Balangizni allaqanday tuqqaningiz, xizmat ishingiz va yoki do'stingizning uyida yotqizib o'qitishni tamoq qilmang ham hargizmi xiyol qilmang, chunki oxiri yaxshi tushmaydi. Bu yerdagi turmushning ritmi tiz bo'lg'ach, kishilar o'zining bolalari va xizmatining o'tisidan aran chiqadi. Shu tufaylidan balangiz yaxshi qarab bo'la olmaydi. Shunga balangizning turmush ishlarini tonishlarga havola qilmay, pulga havola qiling. Shuningda har ikki tarafga yaxshi bo'ladi. Tuqqanlaringiz va yaqinlaringiz balangizning telefonda bo'lsin ahvol so'rab, ayda bir qatim uyga chaqirib tursa, shuningda minnatdor bo'lsangizmi bo'ladi. Biz Uyg'urlar boshqalarga qaraganda texi bir-birimiz bilan karimiz bor xalq. Boshqalarning haqning ishi bilan asosan kar yo'q. Amerika qonunida 18 yoshdan kichiklar tamoq cheksa bo'lmaydi. 21 yoshdan kichiklar aroq ichsa qonun xilop. Bolam shundaq ishdan birini qilib soldimi, umr vayat arxivida saqlanadi. O'qish kirish, xizmat tepish ishlarida o masala keyin putilqashang bo'ladi. Mening qulog'imga yetgan paranglarga asoslanganda, yangidan kelayotgan ba'zi yoshlarda shundaq bo'lmog'ir illatlarni yuqtirib olganlar bor ekan. Kishilar balki Uyg'ur xalq cho'chaklaridagi o'lim jazosiga hukm qilingan kuni onasining ko'kragini tishlab uzib olgan bolaning hikoyasini anglagandi. Shuningdek deyilgandek, balalar dastlabda bir bosh chamg'ur o'g'irlagandilar, uni to'sish kerak. Sizning farzandingiz o'z vatanida sizning bolangiz bo'lgan bilan dunyoning ko'zida yashayotgan mazgilda uning yaxshi yoki yomon bo'lishi dunyo o'gaylayotgan Uyg'urning shon sharafiga chetiladi. Shunga ularning Uyg'urligi yaratib berayotgan fursatni yaxshi tutib, tirishib yaramliq odamlardan bo'lish majburiyati bor bo'lsa borki, ammo layg'azallik va vijdonsizlik bilan jinoyat o'tkazib, barcha nomardlar yuzni o'rayotgan Uyg'urdan iborat bu xalqning yurkini zida qiladigan, uning obro'yini tushiradigan haqqi yo'q. Shu mening bolalarni o'qishga chiqarayotgan ota-onalarga tavsiyalarim shuki, balangizga bo'lgan milliy va axloqiy jihatdagi iddiy xizmatni obdan ishlang. 2014 yili 17 fevral yozildi.